G'alati emasmi? Nima deyman? Gapiraymi? Ilm oladigan joy. Meni o'ylashim bo'yicha hali bunaqa maktab qurilmasa kerak deb o'ylaganman. Jahon School men uchun bu meni ikkinchi uyim. Bu yerda hamma o'rtoqlarim, ustozlarimiz, yaxshi ustozlar yig'ilgan. Jahon School men uchun mening kelajagim, mening o'rtoqlarim bor joy, mening yaxshi ko'rgan ustozlarim, menga o'rgatadigan ustozlarim. Jahon School men uchun bir katta hayot va bu yerda men yangi bilimlar orttiraman. Jahon School men uchun bir katta olam. Jahon Schoolda biz ko'p vaqtimizni bu yerda o'tkazamiz. Qiziqarli bo'ladi, yangi do'stlar orttiramiz va yangi bilimlarni, o'zimizga kerak bilimlarni olamiz. Jahon School men uchun juda ham qadrli joy. Men bu joyni kelishimdanoq sevib qolganman. Men uchun juda ham yoqgan. Jahon School bu men uchun ta'lim maskani. Men avvalgi maktabimdan ko'ra ancha yaxshi maktab ekan. Bu yerda hamma narsa yoqdi, sharoitlar